Başla. Tülkü ve koyan. Günlerinin birinde ayol tülkü açlıktan sillasi kurup yemiş izlep yolga düştü. Yolda ketayatıp bir chekkede uzun tishlari bilan sabzi yeyotgan qo'yanni ko'rib qoldi. U silliq oppoq va momoqqina qo'yanning oldiga oshiqdi. Tulkining maqsadi qo'yanni tutsa-yu, uni qozonga solib pishirib yesa. Qo'yan tulkini ko'rishi bilan qochishga shaylandi. Ammo ayyor tulki qonxo'r bo'ri kabi unga tashlandi va qo'yanni tutib uyiga olib ketdi. Suvga to'la qozon pip-pip qilib qaynardi. Qo'yan qo'rquvga tushdi va qochib ketish haqida reja tuza boshladi. Uni fahmlagan tulki qo'yanni qozonga solmoqchi bo'ldi, ammo bexosdan qozonni turtib yubordi va qaynab turgan suv o'zining ustiga to'kildi. Tulki voy-voylaganicha pishib qolgan oyoqlarini yerdan ko'tara olmadi. Qo'yan esa fursatni qo'ldan bermay qochib qoldi. Joni ming azobda qiynalayotgan tulkining xayolidan bir hikmat lip etib o'tdi. Birovga choq qazisang, o'zing tusharkansan. Eyvoh! Shuning uchun birovga choq qazimang. Rahmat.